Do'konlarda 2 million, 2,5 million, 3 milliongacha sotilayotgan xuddi shu mini kultivatsiya apparatimiz endilikda Agro Series do'konlarida 1 so'm pulsiz tekinga berib yuborilmoqda. Ko'rib turgan mini kultivatsiya apparatlarining benzinli 5 ot kuchli bo'ladi. Reduktorlari eng baquvvat katta reduktorli, 4 qatordan pichoqlari bor, vozdixlari tepada. Shu mini kultivatsiya apparatimiz endilikda bizning do'konlarimizga kelib shunchaki 1 so'm pulsiz olib ketishingiz mumkin. Buni olishning shartini ko'rmoqchi bo'lsangiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Agro Series do'konlarimizga zanjirli gusnitsa apparatlarimizdan katta assortimentda yetib keldi. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga 2 sepli, 1 sepli benzinli salarkalilarni qisqacha ma'lumotlarini, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi bo'lib 2 sepli gusnitsa apparatidan boshlaydigan bo'lsak, buni yoqilg'i turlari benzinli, benzin boklari katta 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarimta torqiga zavodit oladi. Motoblogimiz 7 ot kuchli 170 motorli bo'ladi. Vozdixlari massivniy qilib ishlangan, karburatorlari yaponiskiy karburator qilib ishlangan. Buni sababi rasxodlari kam. Rasxodlari soatiga 1,5 litrdan 700 gram, 800 gramgacha rasxod qiladi. Seplari ham original pechatli seplardan qo'yilgan, tekkalari devorli seplardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizni seplarini olib qo'yib, oddiy ballonni qo'yib, ballonli motoblog sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Xohlasanglar frezalarni ham xarid qilib, freza qo'yib ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Motoblogimiz ustunli tomoni, rollarini bemalol mana shu ruchka yordamida tepaga, pastga qilib ishlatishlaring mumkin va ko'chatlarni tagiga yetib borganda bu joydan rolni 360 gradusgacha aylantirib bemalol ishlatishlaring mumkin bo'ladi. Agarda sizlarga xuddi shunday gusnitsa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan qo'yib ishlangan bo'ladi. Reduktorlari baquvvat katta reduktorlardan qo'yilgan, 7 ot kuchli motobloklarning ichida eng katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimiz avtomat korobka hisoblanadi. Skorga urishinglar bilan ketib qolmaydi. Skorga urib, mana bu rechayni bosganlaringda harakat olib, juda ham sifatli ishlab beradi. Undan keyingi motoblogimiz benzinli 1 sepli motoblog bo'ladi. Yoqilg'i turlari benzin boklari 5 litrli, motorlari 170 bo'ladi. Harakatlari через remen orqali reduktorga harakat beradi va reduktorlari katta reduktorli variantlari mana shu harakatni kuchaytirib sepga harakat beradi va seplar sizga sifatli ishlab beradi. Bunda ham seplar pechatli, original qalin seplardan qo'yilgan bo'ladi. Yurg'izish joylari bunda ham zavodni orqali yarimta torqishingizga zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Rollarini bemalol tepaga pastga qilib o'zingizga moslab ishlatishlaring mumkin. Bu ham avtomat korobka bo'ladi. Skorga urib, jazni bosadigan bo'lsangiz ishlaydi. Skorga urib qo'yadigan bo'lsangiz yurib ketib qolmaydi. Hop, bunda bemalol agatlar orasiga tushib, chizel, plug, selka agatlarni, monalarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Menga selkasi bilan komplekt o'ziga qatirilgan bo'lsin degan akalarimiz uchun mana bu variantini tavsiya qilamiz. Ko'rib turganinglardek selkasi o'ziga ustanovka qilingan tayyor variantni olasizlar, olib borib ishlatsalar ham bo'laveradi. Buni selkalarni 2 ga bo'lib bemalol ishlatishlaring mumkin. Don mahsulotlari, makka, bug'doy shunga o'xshagan don mahsulotlarini bemalol ekib ishlatishlaring mumkin. Selkalarning razmerini ham bemalol mana shu botlar yordamida ichkariga, tashqariga qilib, razmeriga o'zgartirib ishlatishlaring mumkin bo'ladi. Seplari qalin seplardan, baquvvat seplardan qo'yilgan. Ko'rib turganinglardek seplarning eni ham yaxshigina uzunroq 20 cm dan qilib ishlangan. Buni ham harakati через remen orqali gazda qo'shadigan bo'lsangiz ishlaydi. Skorlari oldiga 1, orqaga 2 va bitta zadniy xodlarigacha bor. Va menga unaqa emas, oddiy gusnitsa apparatini rollari uzun variantidan degan akalarimiz uchun bu varianti ma'qul keladi akalar. Oldlarda dugalari, motorlari katta motor. Moylari ham 600 gram, 700 gram sig'adi. 170 F motor. Yoqilg'i turi benzin 5 litrli bo'ladi. Vozdixning filtrlari massivniy bo'ladi. Rollarni ko'rib turganinglarda uzun qilib ishlangan. Selkalaringni, agatlaringni, pluglaringni ulanganlaringni bemalol mana bu yerga kelib qolmaydi, nariroqda turadi. Bemalol ishlaringni qilaverasizlar. Skorlari bir xil, oldiga 2 ta, orqaga bitta zadniy xod. Bunda ham avtomat korobka bo'ladi. Skorga urib gazni qo'shishingiz bilan ishlab beradi.
xohlaganlar uchun xuddi shu variantini salarkalisi baquvvatroq bo'ladi. 170 motorli salarka boklari 3 litrli qilib ishlangan. Forsunkalari, apparatlari eng katta jaxsdan qo'yilgan bo'ladi. Vozduxli filtrlari mastimni, yurg'izish joylari zavod orqali yanib tortganingizda zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Xo'p, bu ham juda ham baquvvat qilib ishlangan 1 va 2 va bitta zadniy xodlari mavjud. Bu ham avtomatik korobka. Gazni qo'shsangiz ishlaydi, gazni qo'shmasangiz to'xtab turaveradi. Menga roli kaltaroq bo'lsin degan akalarimiz uchun bu varianti ma'qul keladi. Motorlari 7 ot kuchli, benzinli katta boklardan qo'yilgan, vozduxlari ham yaxshilaridan, reduktorlari ham kattasidan, yurg'izish joylari zavodni orqali yurg'izib bemalol ishlatishlaring mumkin. Skurlari oldiga ikkita, orqaga bitta. Bezopasnost knopkalarigacha bor. Buni qo'lingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, sirazi o'chib qoladi. Bemalol reduktorlari baquvvatlaridan olib, xuddi mana bu yerda turgan selka apparatlari, pluglari, chizillari, xohlaganlar uchun chizillarning ikki xil varianti bor. Bunisi o'zimizda ishlab chiqarilgan, bunisi zavodskiy o'zidan chiqadigan chizillar bo'ladi. Ko'rib turganinglar o'ziniki yubqa bo'ladi. Bular qalinlaridan qilib ishlangan bo'ladi. Xohlaganlar bunisi bilan, xohlaganlar bu agregati bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Bemalol pluglarda yerlarni haydab, ajatlarini olib, ajatlarni olib bo'lib, urug'laringiz ekinlaringiz chiqqandan keyin xohlagan chizilingizda bemalol kultivatsiyalarni qilib ishlatishlaring mumkin. Xohlaganlar uchun molalari ham bor, bemalol molalarni ham qo'yib ishlatishlaring mumkin. Narxlari eng arzoni $450 dan $850-900 bor. Narxlarning o'zgarishining sababi xuddi shu agregatlarni istalganini yoki 1 2, 3, 4, 5, 6 xil agregati bilan olsangiz boshqacha chiqadi, 3 xil bilan olsangiz boshqacha chiqadi yoki menga bitta agregati bilan deydigan bo'lsangiz, narxlari yana ham arzonlashib boraveradi. Kimga shular qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, mana shu mini kultivatsiya apparatini bizning do'konimizdan kelib tekinga olishlari juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad yozadigan bo'lsanglar, do'konimizga kelib istalgan turdagi seplik 7 ot kuchdan boshlab 9 ot kuchigacha gushniца apparatini birini xarid qilib olganingizdan so'ng do'konimizning ichki tomonida omadli baravanimiz mavjud. Omadli baravanni aylantiradigan bo'lsangiz, sizga nimaiki tushadigan bo'lsa, tekinga berib yuboriladi. Tekinga olish shartini aytib o'tdim. Kelasizlar, baravanni betda aylantirasizlar, nimaiki tushadigan bo'lsa, baravanimizda eng arzon narsa svichadan boshlab dori apparat, balyarka, drill, shurupavyor, nabor, kulish naborlargacha bor. Kelganinglarda yoki murojaat qilganinglarda yana ham to'liqroq ma'lumot beriladi. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, Agro Servis do'koni akalar.